Zulfiya she'riyati o'zbek adabiyotida inson qalbining nozik kechinmalari, tabiat go'zalligi va muhabbatning ma'naviy qudratini yuksak badiiy darajada ifodalashi bilan alohida ajralib turadi. Uning she'rlarida inson tabiatning bir bo'lagi, tabiat esa insonning ruhining sadosi sifatida talqin qilinadi. Shoira uchun tabiat manzara emas, balki tirik tuyg'u, suhbatdosh va dardkashdir. Shamol, yomg'ir, quyosh nuri, bahor nafasi, bularning barchasi inson qalbida kechayotgan holatlar bilan uyg'unlashib ketadi. Zulfiya she'riyati avvalo yurakdan tug'ilgan samimiy kechinmalar bilan qadrlidir. Uning satrlarida shoiralik mahoratidan ko'ra ko'proq insoniy tuyg'ular, sog'inch, sabr, sadoqat, dard va umid yetakchilik qiladi. Zulfiyaxonim kechinmalari baland ovozda jaranglamaydi. Aksincha, sokin, mulohazali va chuqur ma'no bilan o'quvchi qalbiga kirib boradi. Shu sababli uning she'rlari o'qilganda go'yo inson o'z ichki olami bilan yolg'iz qoladi. Shoira kechinmalarining muhim jihati sadoqat va vafodir. Uning satrlarida kutish, eslash, xotira bilan yashash tuyg'usi chuqur ildiz otgan. Bu kechinmalar shaxsiy taqdir bilan bog'liq bo'lsa-da, umum insonga xos ma'no kasb etadi. Shu bois Zulfiya she'rlarini o'qigan har bir inson o'z dardini, o'z sukutini, o'z sog'inchini topgandek bo'ladi.